Paketlardan bilsanglar bo'ladi, hammasi bozordan olingan. Birinchisi shunaqa qalin, issiq dvoyka. Qanday bu? Keng, katta turadi. Issiq. Shim deydimi, kilot deydimi, nimadir deydi, xolos shunaqa narsasi bor. Keyingisi shunaqa yumshoqqina tunika. Lasinalar bilan kiymoqchiman. Hozir trend bo'layotgan bunaqa yumshoqqina lasina. Ichida mexi bor. Buni ugila bilan kiymoqchiman. Men bu ustimda yana ichidan kiyishga shunaqa korичневый mayka hop. Keyingisi icham voy bu nima? Buni men bozordan olgan bo'lsam normalniy narxga oldim. Hopmi? Loro piano. Ichida shunaqa suv xullas. Rasmiyat ham bor deyapti. Buni his qilish kerak. Rasmiyatmi? Bu aniq ekan. Sas qosib qo'ygan ekan. Mana shunaqa. 2 poy bor. Sezgan bo'lsanglar kerak, men buni boya aytgan maykamga moslaganman. Va bularga mos shunaqa sumchka ham oldim. Bunisi muslimaga. Issiqqina, bu ham yumshoqqina. Naski oldim. Bu Mustafoga. Buni ham Mustafoga oldim. Qarang. O'sha gap. Issiqqina, yumshoqqina. Taqib tuqurlar. Muslimaga oldim, lekin ba'zida o'zim ham taqib turaman. Durli, siray. Ikkita deyishuvdi, ichida bitta ekan-ku buni. Adash desang to'g'rimi? Bitta rizik oldim. Shunaqa yana bitta bantik oldim. Shu bilan bugungi mol yoyarimiz tamom. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.